Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli kanalimiz, gruppamiz a'zolari. Bu mashinani kecha ko'rsata olmagandim, sababi juda kech bo'lib ketdi olib keltirish uchun. Mashinamiz Koreyaning e'lon saytlariga chiqqan mashina emas, pryomoy bir qo'l, ya'ni egalarni o'zidan sotib olganmiz. 2022-yilga 9-oy mashina, 23-yilga ham yaqin. Holatlarga keladigan bo'lsak, mashinamiz shumka bo'lgan, qo'lni eshikni yo'llarini ko'rishlar mumkin. Qo'lni shumka. O'zim ichiga o'tirib ko'rdim, ovozi ham eshitilmaydi deyarli. Oynagini yo'llarida nikkel alohida o'rnatilgan, Bongoniki 100% tonirovkada mashina. Eshigini yon obshipkalarining holati juda ham yaxshi holatda. Keyin qarab mingan odam ekan mashinaga. Shunaqa oyog'idagi polilarni qo'yib, salonlari ham juda ozoda, pokiza mingan ekan. Orqasida mana shunaqa karbon yashikchasi bor mashinamizda. Juda ham qulay bo'ladi. Ayniqsa ustakalarimiz uchun mana ochib narsalarimizni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu kattasidan ekan, mana o'rtasiga narsalar ikkitalik, 1, 2, 3 ta joyi ham bor. Bu tarafida ham joyi bor. Karbon yashikcha, bu ham arzon bo'lmaydi. Bundan keyin oldida mana xuddi adib displeyga o'xshaydi. Soatchasi bor ekan. Keyin monitori. Bu peredelka qilib o'rnatilgan monitor emas. Qimirlamaydi. Zavoddan xuddi shunday chiqqan bu monitor, o'ziniki. Yurgan kilometri 36 ming masofani bosib o'tyapti. Mana shu yerga kelguncha Euro 5 mexanika korobka. Hop. Bor narsalari sidenya soviydi, qiziydi, roli qiziydi. Bakoylarda spirali bor. Bakoylarni qaytariladigan funksiyasi mana ishlab turibdi. Plus video registrator bor. Ikkiga mana elektriskiy bakovoy. Hop, yana nimasi? Palasi o'qiydi mashinamiz. Euro 5 mexanika aytdik. Torpedani ustida holatlarini, plastiklarni videoda ko'rishingiz mumkin. Top-toza holatda turibdi. Keyin mana bu sotib olayotganda mana buni taglariga ham e'tibor berib qo'yamiz. Toza. Top-toza turibdi. Mashinamiz dokumenti. Ovozlarni ham hozir mashinani zavatib qo'ydim. Juda ham yaxshi. Haligi siltab yoki noto'g'ri ishlayotgani yo'q. Hozir ochib ham alohida ko'rsataman. Keyin mashinamiz konditsionerlarini ishlatib ko'ramiz. Yaxshi ishlab turibdi. Keyin sassiq hid chiqmaydi. Ba'zilar Koreyada sigaret chekkan yoki mana shunaqa juda bardak minadiganlar bor. Konditsionerni yoqsangiz shu xuddi boshingiz og'rib qoladigan darajada sassiq hid berib turadi. Mana shu narsalarga ham alohida e'tibor beramiz sotib olayotganda. Juda yaxshi, top-toza, sigaret ham chekmagan ekan egasi. Konditsionerlar ishlab turibdi. Xo'p, keyin mashinamizni tashqi orqa taraflariga e'tibor beradigan bo'lsak, balonlari yaxshi. Hali bitta balon almashmagan. Shu bilan 36 ming yurgan. Almashtirib olsangiz ham bo'laveradi. Ozgincha xizmat ham qilaveradi mashina. Tashqi ko'rinishida yoki tashqi tarafida avariya bo'lgan yoki petnolari ham yo'q mashinani. Mana bu sandiqchalardan bor 3 ta. Bu yoqonida ham bitta bor ekan. Bu qimmat temir sandiqcha, plastik bo'lsa sinib qolishi mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Uzoqroqdan ham ko'rsataman. Mashinani vidini ham juda chiroyli ochib qo'ygan mana. Bu yerida ham bor. Buni ochilishi, kaliti ham bor buni alohida. Ba'zilarining kaliti bo'lmaydi mana. Narsalarimizni qo'yib qo'yishimiz uchun alohida. Hop, charmini holatlari ham yaxshi, o'rtacha endi xizmat qilgan. Keyin atsinkoyi almashmagan. Ba'zida bilsanglar, dilerlar atsinkoylarigacha almashtirib yangidek qilib qo'yadi mashinani. Bu tayyor yurib turgan mashina, sinovdan o'tgan. Undan keyin zapaskani holatlari hali tushmagan. Hop, bulshitiri ko'rishingiz mumkin. 36 ming yurgan mashinani holati. Undan keyin bu tarafida ham bitta sandiqchasi bor ekan. Bu yoqda ham bitta sandiqchasi bor. 3 ta bor sandiqchasidan. Olgan odamga ancha qulayliklari bor ekan mashinamizni. Buyurib nasib qilsin, kim olsa ham kecha ko'rsata olmagandik. Sotiladigan mashina bu mashinamiz. Hop, motorni ishlashiga kelsak, motorlari ham soatda ishlab turibdi. Ko'rishingiz mumkin, haligi artib, yog'lab, yaltiratib qo'yilmagan motorlari ham. Qanday bo'lsa o'shunday chang bosib yotibdi. Bir qo'l minilgan mashina. Ovozi ham yaxshi. Mashinamiz shumka bo'lgan. Hozir ichiga o'tirib ko'ramiz.
baribir shumka bo'lgani bilinadi. Deyarli ovozi eshitilmaydi. Deyarli eshitilmaydi ovozi ham. Ular ham yaxshi, skordan skorga o'tishlari ham juda yaxshi ekan. O'zimiz minib ko'rdik. Mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, 13500 dollar bilan O'zbekistonga dastavka qilib beramiz. Yo'l kirasi ichida tamojnigacha kirib borish narxi bu. Rastamoshga alohida chiqadi, bilasizlar. 12 ming atrofida nimasi bor, rasxodi bor. 25500 larga aylanadi kirib borishi bilan. Tozaroq, ishonchliroq, yaxshirog'idan nisbatan ushlab qolsa aloqaga chiqing deganlar uchun yaxshi variant. Mijozga bersa ham uyaltirmaydigan shaxsiy tavsiyam. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham chiroyli qilib yurgizib beramiz. Mana bu orqasidagi narsalarni ham aytib o'tay. Bular sotilgan. Bu mashinaniki emas. Ko'rishingiz mumkin. Bu tent zakazga ketayotgan.